Salom do'stlar, bugun sizlar bilan biz Minecraft o'ynayapmiz. Do'stlar, bugun biz sivilizasiyani qurishni 3-qismini unda ketdik do'stlar. Do'stlar, biz avval 2-qismda ana shu yerda to'xtagandik. Lekin men sizlarga aytadigan bo'lsam, shuncha kun 3 kun, ya'ni men zerikdim. Shuning uchun do'stlar zerikdim, shuning uchun o'zim qurib tashladim sizlarni. Meni kechirasizlar, lekin bu yerni tishini o'zim qo'limdan o'zim qurdim. Mana shu yerdan nergacha hozir buni tikaytiramiz. Do'stlar, unda ketdik. Qaraychi, mana buni ko'rsatsam, bu nimaga desangiz, bu biz mana shu yerda maxluqlarni o'ldirishimiz mumkin. Maxluqlar zombilar mana shu yerdan keladi. Shularni biz o'zimizdan qilamiz do'stlar. Qani do'stlar, bizda 10 ta temir avval o'zimizga aslaha yasashimiz kerak. 20 bor ekan do'stlar. Aslaha yasab olamiz. Buni eritamiz. Ko'mirni nima bo'lyapti? Qorichi ortgangacha shundan biz kepka bilan tosh qazib turamiz. Tosh qaziymiz endi. Yaxshi, bu yerlarim qorong'i bo'lib ketgan. Bu yerlarni qazganman, buni isboti. Endi qarichi olamiz. Tosh qazib olamiz do'stlar. Qarichi bir stak tosh yetadi bizga. Bir stak tosh qazsak, keyin hozir 24 ta bir stak qaziymiz. O'zimizga temirli aslaha yasaymiz, keyin ortganiga esa o'zimizga asboblar yasolamiz. Oldu. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53. Temir çıktı do'stlar. Yedi omadliyman da. Qazgan joyimda temir chiqyapti bo'ldi. Yetti, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Mana shu bo'lsa bo'ldi. Hozir biz mana yerda 34 ta somonimiz bor ekan, shundan ham nima qilamiz do'stlar? Nonni olamiz. Biz temirlarimizdan ayirib qolgan bo'lsa kerak. Buni olib tashlamiz. Endi buni yasashga kerak. Bitta. İşte o'zimizda bor. Sandiqda chiqqandi, lekin mana ishlamar ekan. O'zimizda bitta ishlam bor. O ishtonni yuboramiz do'stlar. Mana ishtonni kiydik. Endi biz temir odam bo'ldik do'stlar. Endi yergacha ketamiz. Keyin mana 6 tani yasab qo'yamiz. Bu 6 takim bizga kerak emas. Bir sakın nonni solamiz.
non qani. Mana ekan, on bitti. Qani qoldi endi. Qirqini yeb. Endi temirli narsa yasaymiz. Kirka. Qilich. Kirka oldi. Endi bu kerak narsalarni qo'yib qo'yamiz. Qani. Bu qo'shishimiz kerak. Biz mana shuni besimga aylantirsak bo'lmaydimi? Shuni besimga aylantiramiz. Agar besimga aylantirsak bizga juda yaxshi bo'ladi. Yetmeydi yo'qcha. Birini o'zim hajmlab qo'yganman, bu yog'ini esa o'zim tashqi hudud qilib, birini o'zim bundan ish qilaman degan bo'ldi. O'zimni tozalantiraman. Bularni esa ombor yoki qilib tashlaymiz do'stlar. Nimaga sakradim? Ketishyapti do'stlar. Hozir uxlashimiz kerak. Hozir bizga moblar o'tib qo'ysa, naryoqdan tilamiz esa bilasiz. Qo'yamiz. Bitta qishloq bor edi. U ham yo'q qoldi do'stlar. Uni ham moblar yo'q qilib tashlagan bo'lsa kerak. Bo'ldi, buni endi yo'q qilaveramiz. Nima desangiz, bu yerda hech qilib qolmaydi bu yerda. Axir biz nima qilib tashlamaydi. Do'stlar, endi nima qilamiz? Endi kirib mana shuni bolalar tozalaymiz. Bolalar esmagan, lekin esmaganni ham tozalashga majburmiz. Balik qo'yamiz. Temirlar bo'lgan. Notda temirimiz bor. Juda yaxshi. Endi biz uyimizni bizni yonimiz birodimizdan o'qitdi. Hozir biz qo'llar nanti bo'ldi to'plamaganga. Nima qildik? O'zimga temir katma yasab olishim kerak. Temir katma yasab olaman. Temir katma ne bo'ldi?
temir ketmon bizga juda kerak. Keyin bularni tozalashga yaxshi bo'ladi. Zimin yetkazmaydi ya'ni agarga. Endi do'stlar bizda mer bo'lganda buni topshirmadik. Bularni qo'yib yerga go'sht bo'lsa go'shtni qo'yamiz. O'zimizga paketlab yasashimiz kerak. Qo'li yurmasligini ko'miladigan xizmat oldi. Bunga nima qilamiz? Shuncha narsa qildik. Endi bizda tosh yo'q. Endi nima qilamiz bo'lsa, bizda temirlar saxobar bo'lsa, hamma narsamiz temirli bo'ldi endi. Endi nima qilamiz? Endi biz videomizni tayyorlashamiz. Endi do'stlar videoni tugatamiz. Hammaga xayr. Siz bilan Alex bo'ldi do'stlar. Bu 3-qism edi. Xayr.